Davay, o'sha yerda bo'lish kerak. Tutmasak bo'lmaydi. Juda ham xavfli jinoyatchi u. Ana shu yerdan hozir bo'ldi. Qani, shef shu yerda bo'lish kerak edi. Yugurib o'tdimi shu yerdan? Menimcha nima buncha deysan? Nima dey boshqa? Boshqa gapirmasdan qidirishimiz kerak. Qayoqqa o'tamiz? Bilmasam. Balki pastga sakragandir, ha? Ahmoqmisan, shuncha balanddan sakrab bo'ladimi? Endi o'yinchiga ko'p narsa qo'ldan keladi. Biz ham qolishmaymiz. Bo'pti, qolishmasanglar yuringlar. Eshitdingmi? Ketdik. Ketdik. Qochishga muvaffaq bo'ldi. Xuddi shu ko'rinishda jinoyatchi bir oy avval qochib ketgan. U juda ham yomon va jitellarni kushandasi deb atashadi. Shuning uchun ham ehtiyot bo'linglar va albatta uni ko'rsangiz politsiyaga xabar beringlar. Jin ursin, shunaqangi xavfli jinoyatchi qochib ketgan ekanda. Hammaga salomlar. Mening ismim Roma va bizning qishloqning yonida bir jinoyatchi qochib ketgan ekan. Hozirgina ko'rdim shuni yangiligini. Aniqrog'i yangilik emas, shunchaki dokumental hujjatli film ekan. Bu juda ham dahshat bo'ldi sizlarga aytsam. Uni qochishdan tortib qanday qilib politsiya yo'qotganigacha ko'rsatib berishdi. Juda ham dahshatli holat, jitellarni ko'pni o'ldirgan ekan. Yana soch soqollari o'sib yotibdi. Bu juda ham yomon. Tasavvur qilinglar, bizning qishloqda shunaqa odam paydo bo'lsa juda ham yomon bo'lgan bu. Nima? Bu yana kimning niki bo'ldi? Tushunmadim. Nima? Qishloqning tagida kimdir kovlab yuribdi. Axir bu mumkin emas. Tushunmadim. Tak, tezroq do'stlar, mana bularni terishimiz kerak. Merga aytib bermasak bo'lmaydi. Bu yerda bizning qishloqning tagida kim kovlab yurgan bo'lishi mumkin? Shunchalik naglay tarzda. Men bunaqa narsani ko'tarishni ham, chidashni ham xohlamayman va hozirning o'zida do'stlar biz bularni terib olaylik. Merga olib borib aytib beramiz. Yo, kimda bunchalik nag'lilik yetib ekan, hayronman. Yana meni fermam taginasida ya. Bu yomon. Bunday bo'lishini istamayman va ketdik hozir merga bu yana nima bo'ldi? Tushunmadim. G'alati. Mayli, hozir boramizda hammasini merga aytib beramiz. Rostdan ham juda ham tushunarsiz narsalar sodir bo'lyapti. O'zingizlar ko'rdinglar, qayerdadir tutun chiqdi. Nima, qayerda tutun chiqdi? Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum. Men shu masala bo'yicha kelgandim. Mana bug'doylar. Nima, qayerdan tutun chiqdi? Meni agroodimdan. Yana u yerda kimnidir nikini ko'rdim. Tasavvur qilyapsizmi? Nima? Kimning nikini? Yuring, ko'rsataman. Davay, qani yurchi. Xullas, kimdir menimcha agroodimizni tagidami kovlab yurgan bo'lsa kerak. Kovlab yurgan agrod tagida, yuring ko'rsataman deyapman-ku. Davay, qani qaysi agrodda edi? Mana shu Kuzinsan to'g'risidagida. Yana ana shu yerdan tutun chiqdi, qanaqadir odam o'tib ketdi. Nikini ko'rdim. O'yinchimidi? O'yinchi bo'lishi aniq. Mana shu Kuzinsan to'g'risida bildim. Bu yana nima bo'ldi? Nima? Bu senikimi, podvalningmi? Yo'q, janob mer, bu meniki emas, bilmayman. Birinchi ko'rishingmi? Qanday ko'rding birinchi? Bilmasam menga ko'rinmasdi. Yo'q, ustidan ham yopib qo'yilgan. Hozir tekshiramiz. Qani, men hozir uzoqdan aylanib kelaman. Ko'rinmas ekan. Men sizga nima deyapman? Men esa umuman boshqa tarafdan chiqib yurgan bo'lsam, tushunursin. Nima qilamiz endi? Bilmadim. Ichiga kirib ko'ramizmi? Bo'ladi-yu, qani ochchi. Yo'q, ozgina qo'rqyapman-da sizga aytsam. Bo'laveradi, kirchi. Bo'ldi, bu yerda hech qanaqa xavfli narsa yo'q ekan. Kiringchi. Qani hozir ko'ramiz. Nima topar ekanmiz bu yerda? Nima deb o'ylaysan? Aniq xazina emas. Ishonchim nimagadir komil. Qani ko'raylikchi. Bu yerda kimdir yashab yuribdi menimcha. Yo'q, ko'rdim. Endi nima qilamiz? Bilmasam, narsalarim turibdi bu yerda. Yo'q, kartoshkalar. Qayerdan olib shunchasini? Hayronman. Bu yerda quti. Qutining ichida ham instrumentlar. Bu yerda go'sht bor ekan. Yana qalampirlar olib qo'ygan. Qara shaxta ana shu tarafdan o'tib ketish shekilli, chunki men qishloqning boshqa burchagiga o'tib ketganini ko'rdim-da. Qani kirib ko'ramizmi? Men rostini aytsam qo'rqyapman. Mana qarang, shuncha ko'mir kovlabdi. Qani ko'raylikchi. Ko'mirni keyin sotga beramiz bu ish uchun. Nima, ko'mirni sotga berasizmi? Yo'q, kovlaganni uzoq ekan. Boramizmi? Men borishni istamayman. Men ham. Bo'ldi, qaytamiz unda. Qara, juda ham uzoqqa borib borilgan. Ketdik, mayli. Yur, davay gazni bosib, davay ketyapman. Nima qilamiz endi? Bilmasam, bo'lmasa sen shu yerda turgin, men ko'rib kelaman. Nimani ko'rib kelasiz? Buni qarang, kimdir aniq bu yerda yashagan. Bilyapman, yashaganini, shuning uchun ham ko'rib kelaman. Nimani ko'rasiz? Arxivlarni, bu yerda nima bo'lgan ekan avval. Qara, buni aniq o'yinchi qurgan, bu yerda hech narsa bo'lmagan avval. Sen qayerdan bilasan? Men o'zimning agrodim tagini bilmasam. Bo'ldi, tushundim. Bu yerda qolishim kerak demak. Men aylanib kelgunimcha hujjatlarni ko'rib, sen qolish yerda, balki kelib qolar o'zi. Keladi, albatta. Hozir boradi-da, uyda maza qilib o'tiradi. Men esa kutib o'tirishim kerak. Qachon kelarkina deb. Bo'yin egasi. Bo'pti, nima ham qilardik? Boshqa ilojimiz yo'q, qadrli do'stlar. Sizlar esa albatta kanalga obuna bo'linglar-da, videoga like tugmasini bosinglar. Yo'q, bosish ham gapmi? Urib sindirib qo'yishingiz bu juda ham
muhim. Hamma buni biladi. Agrot tagida turibdi. Buni qaranglar, agarda buzilib ketsa, o'zi ichidagi odam bilan bosib qo'yadi-ku. Ha, bu yomon. Nima ham qilardik? Shunchaki kutishimiz qoldi. Xolos, endi qachon kelar ekan deb mana kelyapti. Sen kimsan? O'zingchi. Men bu yerda yashab yuribman. Yashab yuribsan? Ha-da. Tepada meni agrodim bor. Bilaman. Bosib qolsa tushib ketsa nima bo'ladi? Hech nima qilmaydi. Men bu yerni qara to'sib qo'yganman. Nima edi bu? Bilmaysanmi? Yo'q. Bu ustunlar-ku, tushib ketmasligi uchun shu kakras agroting. Yo'q, ha. Niking g'alati ekanmi? Nikim Avgorskiy. Sen ana emasmiding? Windowslar qiladigan. Ha, o'sha. Nimaga bunday bomj bo'lib qolding? Virus yuklashga qo'yishmayapti Sparkaga. Nima qilamiz endi? Bilmasam, Yandex ham yuklab bo'lmayaptimi? Yo'q, afsoski yuklab bo'lmayapti. Nima qilamiz? Endi meni haydamasizlar. Meni baribir hech kim olmaydi-da, Windowslarimni boshqa. Bepulga ham? Yo'q. Mayli, bo'lmasa men hozir boraman-da, janob mer bilan gaplashishga harakat qilaman. Seni shu yerda qoldiramiz. Yaxshi, men sizlarga Windowslar qilib beraman. Bizda qishloqda kompyuter ham yo'q uncha. Bo'pti. Mayli, men ketdim. Mana shular senda tursin, xo'pmi? Ketib qolma. Bo'pti. Hozir do'stlar boramizda merni chaqirib kelamiz. Qiziq, nima bo'lar ekan? Stop. Do'stlar, menda bir g'oya bor. Ko'rdinglarmi? Ertalab yangiliklardan ko'rsatgan jinoyatchiga o'xshar ekan. Agarda bir reja qilsak-chi, janob mer? Janob mer. Anaku jin ursin. Janob mer qanisiz? Xo'y, nima bo'ldi? Keldi boyaga odam. Hozir ko'ramizda. Mendan ko'radi. Shoshmang janob mer, menda bir g'oya bor. Keyin aytsa, meni bir turqini ko'raychi. Ha, mayli. Xo'sh. Qani ekan endi bizning qahramon? Salom. Roma kim bu? Nima? Ismini qayerdan bilasan? Nikingda yozilgan-ku. Rostdan. Men esa qo'rqib ketman. Hech qisi yo'q. Xo'sh, Avgorskiy bu yerda yashab yuribsanmi? Hada, meni uyim yo'q. Nima qilsak ekan endi? Bilmasam, Roma gaplashaman deganda, hada janob mer, bir gaplashaylik, chiqing men bilan bu yoqqa tepaga. Bo'pti. Qani keling tezroq. Nima deysan? Xullas janob mer, men sizga hozir bir video ko'rsataman. Qanaqa video? Hozir telefondan. Nima? Ertalab yangiliklarda ko'rsatishgandi. Qarang rasmini. Bu men ham ko'rgandim buni. Boshiga bilasanmi qancha pul berishadi? Qancha? Unaqa pullarni aytishmaydi YouTube'da. Yo'q, men senga bir narsani aytaman. Biz buni tuhmat qilib qamatib yuboramiz. Yo'q, ichimdagini topdingiz. Qachon? Hozir men uni aldab ushlab o'tiraman. Sen politsiya chaqir, xo'pmi? Tez chaqir. Bo'pti. Do'stlar, mana bunaqa ish bo'ladi deb o'ylamagandim. Qo'yil, endi pul ushlab olamiz. Juda ham katta pul ushlab. Tak, hozir qo'ng'iroq qilamiz. Allo, politsiya eshitadi. 13-qishloqqa kelinglar. Bu yerda 6-uy bor. Ana shuni agrotining yoniga kelsangiz bir eshik bor. Sizchi? Men 7-uyda bo'laman. Xo'p, hozir odam yuboramiz. Kutaman. Bo'ldi do'stlar, yaxshi. Endi esa shunchaki politsiyani kutish qoldi xolos. Tasavvur qilyapsizlarmi? U kelib bizni qishloqning tagida mazza qilib yashab yuraman deb bo'lgandi, lekin unday bo'lmaydi va hozir uni politsiya olib ketadi. Yaxshi, tak, do'stlar, endi esa kelinglar, izmurudlarimizni olib qo'yamiz, chunki men ular boshqa joyda turishini xohlayman. Yaxshi, bu yoqqa, buni bu yoqqa qo'yamiz va ajoyib. Tak, stop. Hozir tak, buni bu yoqqa olamiz va bo'ldi. Ochasanmi eshikni yo'qmi? Hozir deyapman-ku, narsalarni olib olay. Xo'sh. Men o'sha Romaman. Davay ko'rsat. Ana u tarafdagida. Bo'ldi, nekini ko'rdik. Ana shu yerga kelinglar. Xo'sh, nima bo'lyapti bu yerda? Bu Avgorskiy. Xullas, u virusli Windowslar tarqatadi va maniak bo'lishi mumkin. Xullas, janob politsiyachi, bu sizlar qidirib yurgan jinoyatchi. Qaysi jinoyatchi? Ushlanglar buni. O'chiravoz. Bo'ldi, qani ketdik. Men xohlamagandim. Afsuski, sizni qamaymiz. Qoyil. Janob mer, bu yoqqa yuring. Bo'ldi, janob mer. Ketib qoldi-ku. Bo'ldi do'stlar, endi mazza qilib mana shu yerda qolishimiz mumkin Nima? Ketmadim. Yo'q, qo'rqinchli tush ko'ribman do'stlar. Bu nimasi? Tasavvur qila olmaysizlar. Xullas, men tushimga bilasizlarmi nima kirdi? Agrodim tagida qanaqadir bir o'yinchi paydo bo'libdi. Keyin esa men uni tuhmat qilib qamatmoqchi bo'libman. Mer menga yordam beraman debdi. Xullas, biz politsiya chaqiribmizda, keyin uni politsiya olib ketaman degan joyda olib ketdi ham. Lekin men shunday kirib qarasam, agrodim tagida o'zi turgan ekan. Juda ham qo'rqib ketdim rostini aytsam. Ham u kiyimlari ham qandaydir bomj edi, hamma yo'g'i yirtilib, chizilib, qirilib, xullas qon bo'laklarim. Men juda ham qo'rqib ketdim. Umid qilamanki, do'stlar, bunaqangi qo'rqinchli tushni ko'rib, nima desam ekan, пережить qilganim uchun albatta bu videoga like bosib qo'yasizlar, chunki bu juda ham og'ir
psixologik bosim bo'ldi menga va bularning hammasi har xil syujetlarni o'ylab topishga harakat qilganim uchun bo'lyapti deb o'ylayman. O'zingiz bilasiz, youtuber bo'lish umuman oson emas. Shuning uchun ham bunaqangi syujetlarni o'ylab topgandan keyin meni psixikam buzilib ketaveradi va mana shunaqangi dahshatli tushlarni ko'rishga majbur bo'laman va hech narsa qila olmayman. Umid qilamanki, meni qo'llab-quvvatlaysizlar, bu videoga like bosib qo'yasizlar. Do'stlar, hali ham qaltirab qo'rqib ketyapman. Mayli, men hozir boraman-da, yuvinib olmasam bo'lmaydi.